Allohning azamati. Mo'rcha, shu mayda maxluq Allohning azamatini bir alomatlaridan va ham Allohning qudratini alomatlaridan va ham Allohning yakkaligini va mustahiq ibodatligini alomatidan. Mo'rchani bo'yi 1 millidan ila 3 milligacha taqriban. Ba'zilari ko'rinadi va ba'zilari ko'z bilan birga ko'rinmaydi. Shu mayda maxluqqa mag'z va qalb va raglari bor va ham jihozi ihsosi bor va hazm qiluvchi jihozi ham bor. Nafas oluvchi va beruvchi jihozi ham bor. Shakli muxtalif va rangi ham muxtalif va ham uchaykonlari ham bor. Ammo anva'lari taqriban 20 ming nav' mo'rcha bor. 5 ta ko'zi bor. 2 ko'zi katta va 3 ko'zi mayda. Mo'rchani riyasi va yo o'pkasi yo'q, balki badaniga mayda-mayda teshiklar bor. O'sha teshikdan jismiga havo kirib chiqadi. Mo'rchani mamlakati iborat podshodan va lashkardan va korgardan. Shu uchovidan tashkil bo'ladi mamlakati. 2 shoh bo'ladi. Bu 2 shohimdan havoni biladi, ihsos qiladi va ham is qaydi va ham ushlab ko'radi. Taom topsa hid chiqaradi, is chiqaradi va ham is chiqaradi agar xatar bo'lsa. Mamlakatini yerda tagiga bino qiladi va ham daraxtlar tepasiga bino qiladi. Mamlakatining ichiga xos o'toqlar qiladi. Bir o'toq xos tuxumlarni jamlaydi va bir o'tog'iga lashkari bo'ladi va bir o'toq xos xazinai taom bo'ladi. Mo'rchani oliy qudrati bor, bir-birovga ko'mak berishga va bir-birovga munozzam bo'lishligiga. Misliki bu davlatning nizomi qonuni borga o'xshagan. Mo'rchani foydalaridan boshqa mayda-mayda hasharotni o'ldiradi va ba'zi gullarga ko'mak beradi, samarasini chiqargani uchun. Va ham mayda-mayda turpoqlarni chappa qiladi havo kirishlik uchun. Va nam taomlarni quruq joyga jam qilishadi va ham qancha martaba oftobga chiqaradi. Hatto yaxshi qurisin. Sovuq vaqtlarga va qor vaqtiga uylardan chiqishmaydi. Shuncha vaqtgacha zaxira qilgan taomdan yeb o'tirishadi. Alloh taolo aytadi: "Sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq." Qudratimni va azamatimni alomatini ko'rsataman. Osmon yerga va tog'u baharga va maxluqotlarga va hatto o'zlariga. Hatta aniq bo'lsin ularga ki Qur'on haqdir. Va yana Alloh taolo aytadi: "Hada xalqulloh fa aruni mada xalaqalladina min duni." Bu Allohning maxluqoti, Allohning xalqi. Ko'rsatinglar Allohdan boshqani xalqini.